Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Bugun sizlarga o'zimni xonada parvarish qiladigan gullarimni ko'rsatib va gullarni qish faslida stressga tushadigan holatida qanaqa dori vositasi bilan stress holatidan olib chiqish va qay holatda stressga tushib qoladi gullar shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Mana meni gullarim qish fasli bo'lishiga qaramasdan gullab yashnab turibdi. Kalonxoya gulimiz bu. Mana gullarning ho'p stress nima? Qanaqa vaziyatda stressga tushadi gullar? Gullar massal qilib aytaman, mana bozor sotuvchilardan gul sotib olasiz va uyingizga olib kelib qo'yasiz. U gul uchun muhit o'zgardi, muhit almashdi, iqlim o'zgardi. Ya'ni sizni xonangiz issiq bo'lishi mumkin. Yaxtadan issiqqa olib kiryapsiz yoki issiqdan yaxtaga olib kiryapsiz. Shunaqa holatda gulda albatta stress holati bo'ladi va tuvagini gulingizni bozordan olib kelib, tuvagi o'ziga qisman kichkina bo'lishi mumkin yoki plyonka tuvakka egilgan bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatda albatta nimasini almashtirishingiz kerak. Gulning tuvagini almashtirish kerak. Bu holatda ham gulga stress bo'ladi, ayniqsa qish faslida. Agar bozordan olib kelgan gullaringizni uyingizga olib kelib parvarish qilish kerak bo'lsa, albatta birinchi o'rinda uyingizni havosiga, muhitiga moslashtiring. Olib kelgandan dori yoki srazi tuvagini, tuprog'ini almashtirishni tavsiya qilmayman. Sababi uyingizga bozordan sotib olgan gulni uyingizga olib kelib qo'ydingizmi, kamida bir hafta yoki 5 kun turish kerak o'sha gul. Sizni xonangizni iqlimiga moslashishi kerak albatta. Moslashib bo'lgandan keyin sekin tuvagini, tuprog'ini almashtirsangiz bo'ladi. O'sha holatda gulingizga nima yetmaydi, stress kamroq yetadi. Stress degani gul stress olgandan keyin albatta barglarining rangi o'zgaradi, tanasini rangi o'zgaradi, xiralashadi, o'sishdan to'xtaydi, hokazo sarg'ayadi, barg tashlaydi. Ayniqsa ko'pincha o'sha gulda barg to'kish holatlari kuzatiladi. O'sha holat kuzatilmasligi uchun ham tashqaridan kelgan yangi gullarni albatta xonangiz iqlimiga moslashtiring, kamida bir hafta. Bir hafta moslashgandan keyin tuprog'ini bemalol almashtirsangiz bo'ladi va o'sha holatda qanaqa doridan foydalanishingiz kerak? Albatta epin dorisi bu gullarni stressdan himoya qiluvchi dori va stressga tushgan gullarni tezda stressdan chiqaradigan vosita, ham vitamin sifatida qo'llaniladi. Bu kapsula bo'ladi. Mana bunaqa holatda bo'ladi. 1 litr banka suvga 1 tomchi sob ishlatasiz. O'sha 1 litr suvga 1 tomchi solasiz va aralashtirasiz. Tuprog'i nam holatda gullaringizga qo'yib chiqasiz. Bozordan kelgan yangi gullaringiz bir hafta turdimi, o'sha tuprog'ini tekshiring, nammi, epin bering. Epin juda ham muhim, chunki u gul uchun yangi muhit, yangi joy, ozmuncha bo'lsa ham barglariga ta'sir qiladi. O'sha vaziyatda, o'sha holat bo'lmasligi uchun albatta epinni qo'llang. Bu hamma gullarga tushadi, epin dorisi. Hamma gullarga ishlatsangiz bo'ladi. Gul tanlamaydi. Eng yaxshi vosita bu. Qish faslida gullarga berib tursangiz bo'ladi, tuprog'i nam holatiga. 1 oyda 1 marta qo'llasangiz yetadi. Mana gullarimga men qo'llab chiqqanman. Qish fasli bo'lishiga qaramasdan barglari tiniq, ko'rib turganingizdek hammasi yaxshi. Vaziyati juda ham yaxshi holatda turibdi. 1 oyga 1 marta qo'llaysiz. Barigiga spray qilsangiz ham bo'ladi. Eng birinchi o'rin ildiziga berasiz. Tuvak
tuprog'ini tekshirasiz, nam bo'lishi kerak, nam holatiga, ildiziga epinni tayyorlab qo'yasiz va 2-3 kundan keyin barigiga sprey qilsangiz bo'ladi. Barigiga sprey qilish ham xuddi shunaqa tayyorlanadi. 1 litr suvga 1 tomchi tayyorlaysiz va bariklariga sprey qilib sepib chiqasiz. Bu bariklarini yaltiratib, yaxshi o'sishi, sarg'ayib, barglarga qanaqadir kasalliklar tegishini oldini oladi. Qish faslida boshqa o'g'it berishni tavsiya qilmayman. Gullar ham qisman dam oladi. Qish faslida erta bahordan gullashga tushib, o'sishga kuch to'plashi kerak. O'shaning uchun boshqa oziqalarni aslo qo'llamang. Qish faslida gullaringizga dam bering. Faqatgina epinni bir oyga bir marta qo'llab qo'ysangiz yetadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, hammasiga qo'llangan va judayam ajoyib, chiroyli bo'lib o'sishda davom etyapti. Hurmatli mijozlar, qo'limizdan kelganicha bilganlarimizni sizlarga yetkazib turishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'lingizlar.